Yana bir bor assalomu alaykum. Bular Kamoliddin. Bundan oldin aytgandek My Teacher jamoasidan kelgan, bizlarda shu mentorlikda o'qigan bola. Kamoliddin, hozir 3-4 ta savol beraman. Ochiqcha sizga aytavering. Kamoliddin, sizlarni kompaniya tomonidan bizlarni o'qishga jo'natilgan. Shunaqa. Da, обучение kelishdan oldin kim bo'lib ishlardingiz? Hozir qanaqa planlar ish bo'yicha? Обучениyadan oldin marketing menejer bo'lganman. O'sha payti men qilolmaganligim uchun imенно mana shu yerga kelganman. Kvalifikatsiya oshirish uchun. Super. O'zgargan narsa, eng katta olganlarimni aytaman. Ko'p narsa oldim atak. Слишком ko'p. No, eng kattalari ichida birinchisi target bo'yicha ekosistema qurish bo'ldi. Bizda oldin qanaqa edi? Oldin faqat sotuv reklamasi bo'lardi. Chiqib turib faqat zaявка qoldiring, ro'yxatga o'tingdirdik. No, Aziz akani filosofiyasi bilan qaradik, tushuntirdi bizga, что faqat sotish emas, klientga yoki mijozga qiymat berish kerak ekan, ценность berish kerak ekan. Shuni tushuntirdi bizga. Hozir именно shu ishlar qilinayotgani uchun bizda CPL tushgan, ancha tushgan. Примерно 2-3 barobar tushib ketganlar. Bu zo'r. Bu birinchi insight edi. Ikkinchi insight bo'lsa, tizimlashtirish bo'yicha bo'lgan. Menda oldin menejer sifatida ishlagan paytim muammo bo'lardi. Komandani boshqarish yoki ularga o'zim xohlayotgan narsani tushuntirish haqida muammo bo'lardi. Men bo'lmasam ish qolib ketardi. Aziz akani tizimlashtirishi bilan ko'ryapmiz hozir. Намного lehchi bo'lar ekan. Hammasini yozib qo'ysangiz, reglament bo'lsa, tizim bo'yicha biznes protseslar yozib qo'yilsa, ancha ishim yengillashar ekan. Tizimlashtirish qanchalik muhimligini Aziz aka tushuntirdi, ko'rsatdi ham qanaqa bo'lishini. Uni hozir qilyapsizlar marketing bo'yicha. Ha, endi hozir qilyapmiz shuni. Uchinchi insight, eng kattalaridan biri bu ChatGPT bo'ldi. Bu prям нереально взрыв boshqa bo'lib ketdi to'g'risi. ChatGPT bilan biz hozir o'rgangan, по сути qilayotgan ishlarimizni hammasini avtomatlashtirib qo'ysak bo'lar ekan. Po сути unga berib qo'yasiz, uni shunaqa настройка qilib qo'yasiz, bu to'g'ri siz o'zingiz ko'p vaqt oladigan ishlaringizni qisqa muddatda qila oladigan instrumentligini ko'rsatdi, o'rgatdi. Bu prям super bo'ldi mana shu joyi. Tushunishingiz uchun bizda в целом 7 ta modul bo'lsa, tam oxirgi modul именно ChatGPT edi. Nega unaqa qildik? Потому что men bazani tushungan holatda ChatGPT ni o'rganib, zadaniya bersangizlar, mukammalroq, zo'rroq bo'ladi javoblari, chem noldan uni qilgandan ko'ra. Albatta, shunaqa ekan. Super, хорошо. Endi hozir qanaqa vaziyat, qaysi anaqa komandada qatga boryapsiz, nimaga erishmoqchisiz? Qaysi должностьдasiz? Shundan boshlaylik. Tak, hozir marketing menejerlikda qoldim. O'toyi, hozir Aziz aka bilan birga ishlayapmiz. Aziz aka o'z vaqti kelib komandani tark etgan payti o'rniga men Abduqodir aka qo'ymoqchimiz birga. Ular qilayotgan ishlarni biz davom ettirishimiz kerak. Hozir уже yo'lga qo'yilgan, уже qilyapmiz ham. То есть уже полностью marketing o'zlari qo'llaysiz, olyapsiz. Da, oldin ham shunaqa edi, просто endi yaxshilangan marketingni yaxshilab davom ettirib ketyapmiz. Yangi sistemani? Da, именно shunaqa. Super. Хорошо. O'zingizni rivojlanishingiz bo'yicha mana shu kursdan olgan bilimlar bilan nima qilmoqchisiz? Dальше qattiq ko'ryapsiz. Давайте, kursdan oldin qanaqa degan, hozir qanaqa bo'lyapti? 2 xil bo'lib qoldi hozir menda. Kursdan oldin men o'ylagandim, qilish mumkin bo'lgan eng katta ish bu vaqt продажа deb o'ylagandim. Hozir уже yo'lga qo'yilgan, uni ham tushundim. Bu haqda aytmaganman hozir, aytmayman boya. Avtoprodaja ham yo'lga qo'yilganimizda bo'lyapti normalniy. Bu уже men uchun eng katta narsa bo'lmay qoldi. Men uchun eng katta narsa уже скорее kattaroq brend qurish bo'lib qoldi. O'sha lead generatsiya tomonidan chiqib, kattaroq ishlarni qilish plan bo'lib qoldi hozir. То есть demak, siz hozir miyangizda direkt marketingni, performance marketingni уже tushunib oldingiz. Miyangizda mana bu galochka turibdi. Yes. То есть it's not a problem. Qilinadigan narsalarni tushunib oldingiz. Albatta. Dальше, то есть mana bu уже to'liq bo'lgandan keyin уже kattaroq ishlarni qilish, PR, reputatsiyaga urmoqchisiz. Xudo xohlasa shunaqa qilamiz. Хорошо. Bunga как бы bizlarning mentorlikni yordam tegdi desak bo'ladimi? Albatta, 100%. Супер. Хорошо. Katta rahmat sizga. Как это говорят, за то, что вы, как бы открытый, на самом деле очень простой. Вас я честно вижу себя. Честно скажу, я сам такой. Люблю открыто прямо говорить, поэтому все нормально. Мы как бы очень рады, что вы у нас как бы проучились. Я тоже был рад у вас учиться. Супер. Большое спасибо.